Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo. Xo'p, koreys tili darslarimizda noldan boshlaymiz. Bugun xudo xolisa 7-darsimiz. Bugun sizlar bilan biz ibnida hamda imnika grammatik qo'shimchalarini o'rganamiz. Bo'lmasam boshladik. Bismillah. Xo'p, bizga lug'atlar kerak bo'ladi. Ushbu davlatlarimizni oldidan o'tganmiz, bir qator yana qaytarib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Birinchi davlatimiz bu Chunguk. Chunguk bu Xitoy davlati. Xitoy degani Xo'p, keyingi davlatimiz bu Ilbon davlatimiz bu Yaponiya davlati bo'ladi. Xo'p, keyingi davlatimiz bu Miguk Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerika davlati. Xo'p, keyingi Hangukni o'zi belgilab qo'ygan. Hanguk bu Koreya edi. Esimizda bo'lsa o'tganmiz. Hanguk Koreya. Keyingi so'zimiz esa Fransiya o'zini nomi bilan Fransiya davlati. Keyingi davlatimiz Togil qilib talaffuz qilamiz. Togil davlati bu Germaniya davlati hisoblanadi. Keyingi so'zimiz Hoju bu Avstraliya davlati. Keyingi davlatimiz ham o'zi belgilab qo'ygan. Keyingi davlatimiz Yonguk deb buni Angliya deb aytamiz. Xo'p, endi bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, Hanguk degan davlatning yoniga saram qo'shimchasini qo'shgan. Esinglarda bo'lsa, saram bu odam degani edi. Agar davlatning yoniga odamni qo'shsak, demak nima deyatdi? O'sha davlatlik yoki o'sha davlatdan degan ma'noni bildirayotgan edi. Xo'p, buni bir qator qaytarib o'tgan bo'ldik. Xo'p, endi keyingi kasblarni bir qator yana ko'rib chiqamiz. Kasblarni bundan oldin ham ko'rganmiz darslarimizda. Ularda yo'q kasblar bo'lsa, bularning ichida yozib olishinglarni tavsiya qilaman. Xo'p, birinchi kasbimiz bu Sonsengnim bu o'qituvchi yoki ustoz deb ataymiz. Ikkinchi kasb egasi bu firmada ishlaydigan firma xodimi bo'ladi. Firma xodimini biz Hwesawon deb ataymiz. Hwesawon bu firma xodimi, firma ishchisi bo'ladi. Bu nimamiz? Bu so'zimiz Hwesawon firma ishchisi bo'ldi. Keyingi so'zimiz bu keyingi kasbimiz muxbir, jurnalist. Muxbir jurnalistni kija deb ataymiz. Kija muxbir jurnalist bo'ldi. Muxbir jurnalist. Keyingi kasb egasi bu vrach, doktor, shifokor. Buni uysa deb atagan edik. Uysa, vrach, shifokor. Keyingi kasb egasi bu mikrofonlar bilan qo'shiqchi. Qo'shiqchini kasu deb kalistasiga nomlanadi. Keyingi kasb egasi bo'lsa, kasb egasiga ham deyolmaymiz. Bu endi o'quvchi, o'qiyapti, ko'rayotganinglardek. O'quvchini biz Haqseng deb nomlaymiz. Haqseng deyiladi. Haqseng bu o'quvchi. Keyingi kasb egasi oshpaz. Oshpaz bo'lsa, yorisa deb ataladi. Yorisa oshpaz degan. Xo'p, keyingi kasb egasi bo'lsa, harbiy, soldat, askar deb ataladigan. Koreychasiga esa kunin deb nomlanadi. Xo'p, askar kunin deb nomlanadi. Xo'p, lug'atlarimizda avvalgi lug'atlarimizda kelmagan yangi lug'atlar bo'lsa, lug'at daftaringlarga yozib olinglar. Bu kasblarimiz kelajakda kerak bo'ladi bizga. Hop, keyingi slaydga o'tamiz. Hop, endi
Imnida imnikani bir qator tushuntirib o'tamiz endi ta'riflarini. Imnida hamda imnika bu qo'shimchalar otlarga qo'shilib keladi. Ot so'z turkumidagi so'zlarga qo'shilib keladi. Gapni yakunlovchi qo'shimcha hisoblanadi. Demak, gapni oxirgi qismida keladi. Xo'p, gapni oxirgi qismida keladigan yana otlarga qo'shilib keladigan esinglarda bo'lsa i, e, yo hamda yeyu qo'shimchalarini o'tganmiz. Bularda ham otlarga qo'shilib kelib gapni yakunida kelardi. Bu bilan hamma tomonlama bir xil, faqatgina hurmat shakli imnida imnikamiz yuqori hurmat shakli hisoblanadi. Bu o'rta hurmat edi. O'rta hurmat shakli. Esinglarda bo'lsa 3 xil hurmat shakli bor dedik. Yuqori, o'rta va past hurmat darajalari bor. Bu imnida imnikamiz esa yuqori hurmat shakliga kiradi. Zamonasi hozirgi zamon qo'shimchasi hisoblanadi. Endi bunimiz darak gaplarda va so'roq gaplarda ishlatiladi. Esinglarda bo'lsa iyeyo hamda yeyo so'zlarimiz, gap yakunlovchi qo'shimchalarimiz esa patchimi boriga yoki patchimi yo'g'iga qarab turib qo'shilayotgan edi. Bunda patchimni ahamiyati yo'q, faqat darak gapda ibnida, so'roq gapda ibnika. Hop, ko'rayotgan bo'lsanglar ibni da bo'lyapti-da. Ibnidani biz bdan keyin n kelishini m deb talaffuz qilamiz. Shunda ibnida, imnika bo'ladi. Xo'p, endi namunalardan ko'radigan bo'lsak, igosin chak so'zimiz bu kitob. Kitobda nima patchim bo'layotgan, savol berilayotgan, patchim bo'lsa qaramayapmiz-da. Savol berilayotganligi uchun imnika qo'shimchasini qo'shyapmiz. Endi shunda i degani bu degani edi. Got degani narsa degani edi. Endi kitob bo'lyapti-da. Bu narsa kitobmi degan savol berayotgan bo'lyapmiz. Igosin chak imnika. Xo'p, keyingi bu savolimizga javob tariqasida ne qo'shimchamiz esinglarda bo'lsa bu ha degani edi. Ha, chak kitob, imnida darak gapda bo'lib ha kitob deb javob berayotgan bo'lyapti ekan. Menimcha tushunarli bo'lyapti. So'roq shakli imnika, darak gaplarda esa imnida qo'shimchasi qo'shiladi. Hop, endi mashqlar orqali sekin mustahkamlaymiz. Xo'p, Steven ko'rib turganinglardek bu ism, oddiygina Steven degan ism, qo'shimchamiz esa to'ldiruvchi qo'shimcha. Buni oldingi darslarda o'rganganmiz. Steven'in hakseng o'quvchi imnika. Steven o'quvchimi degan bizga savol berilyapti. Endi pastida bunga javoban Steven hakseng imnida. Endi bu darak gapda bo'lib, ko'rib turganinglardek Steven o'quvchi degan ma'lumotni bizga yetkazyapti. Xo'p, endi bu yerda nuqta va so'roqlarga qarab turib gapni qaysi yakunlovchi qo'shimchasini qo'yishimiz mumkinligini o'ylab yozib ko'ramiz. Xo'p, endi kelinglar birgalikda qilib ko'ramiz. Chonin Kim-Min-Su degani bu ism, cho degani men degani edi, esinglarda bo'lsa. Endi bu yerda nuqta bo'layotganligi uchun gapimiz darak gapda esa qaysi yakunlovchi qo'yilardi? Albatta ibnida. Okey. Chonin Kim-Min-Su imnida. Men Kim-Min-Su man degan tarjimani beryapti. Xo'p, keyingi gapga o'tadigan bo'lsak, bu ham darak gapda bo'lyapti. Darak gapda bo'lsa, gapni yakunlovchi ibnidani yozamizda, imnida deb talaffuz qilamiz. Xo'p, endi gapni o'zini o'qiydigan bo'lsak, chonin degani men degani, chunguk Xitoy, saram. Endi davlatlar oldiga saramni qo'yadigan bo'lsak, nima? Lik yoki dan degan tarjimani beryapti. Men xitoylik man deb ma'lumot yetkazyapti yoki men xitoydanman degan
ma'lumotni yetkazgan bo'lyapti. Endi so'roq shakllarida esa nima qo'yamiz? Ibnika so'zini qo'yamiz. Ibnika so'zi esa savollarda yakunlovchi qo'shimcha hisoblanadi. Endi gapni o'qib talaffuz ta'rifini keltiradigan bo'lsak, ijiyon ham ism, shi bo'lsa, esinglarda bo'lsa, bek, janob degan ismlarga qo'yiladigan qo'shimcha edi. Nin qo'shimchamiz to'ldiruvchi qo'shimcha. Ijiyon shinin, ijiyon xonim, kija bu kasblarni ko'rib chiqdik. Muxbir degan kasb edi. Ijiyon xonim muxbir deb bizga ma'lumot, muxbirmi deb bizdan savol so'ralyapti ekan. Xo'p, shu tariqa 4-chi, 5-chi va 6-chi mashqlarni ishlab bizga topshirishimiz mumkin. Xo'p, keyingi mashqlarga o'tamiz. Keyingi mashqlarimiz ko'rib turganlaridek 1, 2, 3, 4, 5 ta bizga o'rta hurmatda yakunlangan gaplar keltirilgan. O'rta hurmat yakunlovchilari esinglarda bo'lsa, aytib o'tdim. Yo hamda yo qo'shimchalari edi. Endi buni biz ko'rib turganlaridek yuqori hurmat, o'rta hurmatni yuqori hurmatga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kelinglar, birga 1-2 nimasini birga bajarib ko'ramiz. Chonin, men Alex bu ism, yeo esa o'rta hurmatdagi gapni yakunlovchi. Men Alexman deyapti-da, gap nuqtada, darak gapda tugayotganligi uchun biz nimani qo'shyapmiz? Yuqori hurmatdagi imnida qo'shimchasini qo'shyapmiz. Qolgan joylari esa birga bir shunday o'taveradi. Men mana chonin Alexi imnida. Alexi yeo. Endi Alexi shinin, Alexi janob, Alexi bek, Kunin bu askar edi, lug'atimizda chiqqanda. Kunin ieyo deb savol beryapti. Biz esa yuqori hurmat savol shaklida ibnika qo'yish orqali yasadik. Alexi shinin, Kunin shu yergacha birga bir ko'chdida, gapni yakunlashimiz yuqori hurmatida esa imnika savol hurmat nimasi bilan shakli bilan tugatdik. Imnika. Alex janob askarmi degan gapni yozgan bo'ldik. Xo'p, 3-chi mashqimiz ham xuddi shunaqa. Ne bu ha degani, chonin, men, kunin ieyo deb turib, nuqta, darak gapda bizga gap beryapti. Darak gapda bo'lsa, biz nima bilan tugatamiz? Albatta, imnida yakunlovchi qo'shimchasi bilan tugatamiz. Endi buni yozadigan bo'lsak, ne, chonin, men, kunin, darak gapimizda ibnida bo'lib yakunlanadi. Xo'p, qolgan mashqlarimizni ham xuddi shu yo'sinda yozib topshirishimiz mumkin. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bugungi qo'shimchamiz imnida hamda imnikamiz yeyodan farqli o'laroq faqatgina yuqori hurmatliligini bildiradi va patsimga qaramasdan savolda imnika, javobda esa imnida qo'shilishi bilan farq qiladi xolos. Qolgan nimalari otga qo'shiladi, gapning yakuni qismi, hozirgi zamon qo'shimchasi shu yo'sinda qolgani bilan bir xil hisoblanadi. Xo'p, endi gaplarimizni tarjima qilish orqali yana mashqlarni bajaramiz. Xo'p, A'da o'qiyman. Steven shinin, Steven bu ism, Steven janob, miguk saramimnika, migukka eradi, miguk bu aqsh edi. Saram bo'lsa odam. Steven janob amerikalikmi desa, u javob beryapti, demak ha. Chonin men deyapti, Amerikadanman deb turib, darak gapda imnidani ishlatyapti. Xo'p, bu yerda e'tibor beradigan narsamiz bor. Misol uchun biz
suhbatdoshimizga o'zini ismini aytib, misol uchun Ali bilan Vali gaplashayotgan bo'lsa, Ali Valiga qarab turib, "Valijon, nimalikmi?" deb turib, "Valijon amerikalikmi?" deb turib, yo "Valijon toshkentlikmi?" deb turib savol bermaymiz-ku. Koreyada bu narsa odatiy tusga kiradi. Mana hozirgi ko'rayotganinglardek Stivenni o'ziga qarab turib, "Stiven amerikalikmi? Ha, amerikalikmisiz?" degan savolni beryapti. Bu endi ularni nimasida gaplashish qoidasiga mos tushadi. Keyingi gaplarimiz Stiven Shinin. Stiven janob 학생입니까? 학생 nima degan edi? 학생 bu o'quvchi degan edi. 학생입니까? Gap so'rovda tugalayotganligi uchun imnikkani ishlatilyapti. Endi darayda tugalayotganligi uchun imnidani ishlatishi tabiiy bo'ladi. Ne 저는 학생입니다. Ha, men o'quvchiman. Bular hammasi yuqori hurmatda gapni yakunlanishi deb hisoblasak bo'ladi. Xo'p, keyingi gapimiz chonin men 최정우 degan bu koreyscha ism bu ham. Men 최정우man deb turib, buni ham darak gapda gapni yakunlayapti ekan. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, keyingi slaydimiz bu sukchemiz. Uyga vazifa. Xo'p. Buni birinchi namunasini ko'rsatib beraman. Mana bu yerda Mariya deb ismini yozib qo'yibdi. Mariya teng uysamiz vrach edi. Ha, Mariya bo'lsa ism. Endi Mariya deb turib bu yerda so'roq qo'yib qo'yibdi. Biz nima qilamiz? Tabiiyki Mariya vrachmi degan savol berishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Uysani yozamizda, endi savol yakunlovchi qo'shimchamiz uysa ibni ka bo'ladida. Ha bo'lsa vrach deb turib tasdiqlayapmizda. U vrach deydigan bo'lsak, uysani yana yozgan holatda darak gap yakunlovchi qo'shimchasini qo'shsak kifoya. Isa imnida. Menimcha vazifa oson bo'ladi. Oson bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Buni shu yo'sinda yozib topshirsangiz bo'ldi. Keyingi mashqlarga o'tamiz. Keyingi mashqlarimizda gaplashish nimamizni ko'paytirish uchun, dialoglar yasash uchun qo'shimcha mashqlar qilamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu rasmdagi qiz yaponiyalik, mana Ilbon Yaponiyada, yaponiyalik, ismi esa Mariko yaponiyalik deyapti-da. Endi bu nimani kim bilandir tasavvur qilamiz. Mana bu yerda yana qanaqadir odam bor. Shu bilan ikkisi dialog qilyapti. Xo'p, dialoglarni o'qiymiz. 만나서 반갑습니다. Bu degani tanishganimdan xursandman degan. Tanishganimdan xursandman. Chonin degani bu men degani edi. Mariko imnida deb turib endi gapni yakunlayapti. Tanishganimdan xursandman, men Marikoman deb bu Mariko xonim ushbu gapni aytyapti. Endi bu kishi suhbatdoshi deylik, suhbatdoshi nima deyishi mumkin? Pangapsibnida o'zi xursandman degani. Pangapsibnida xursandman Mariko xonim deyapti. Salom, men ismim, tanishganimdan xursandman, men Marikoman degan Marikoga xursandman Mariko xonim deb javob beryapti-da. Endi Mariko shinin deyapti. Mariko deyapti. Ilbon saramimlikka, bu qayerligida? Yaponiyaligida. Shuni u ham so'rayapti. Yaponiya oldikmisiz deb turib yuqori hurmatda so'rayapti. Savolda esa imnikka gap yakunlovchi qo'shimchasidan foydalanyapti. Shunda endi yana Mariko nima qilyapti? Javob beryapti. Ha, chonin men Ilbon Yaponiya saram odam. Ha, men Yaponiya odami, yaponiyalik man degan darak gapni ishlatayotganda esa darak gap yakunlovchi imnida yakunlovchi qo'shimchasini ishlatyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi.
Endi kelinglar ikkinchi rasmni xuddi shu yo'sinda bajarishga urinib ko'ramiz. Xo'p, bu bolaning ismi Julian ekan. Davlatini ko'rib turganinglardek, Fransi, fransiyalik ekan. Fransiyalik Julian ekan. Endi bu yerda Mariko o'zini tanishganimdan xursandman va ismini tanishtirgan edi. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? Albatta, bu yerda ham xuddi shu yo'sinda mannaso 반갑습니다. tanishganimdan xursandman. Men kim deymiz? Julian darak gapda imnida bo'ladi. Hop, mannaso 반갑습니다. tanishganimdan xursandman. Men Julian imnida bo'lib darak gap kelyapti. Hop, endi bu suhbatdoshi bor deb tasavvur qilamiz. Endi suhbatdoshi nima deyishi mumkin? Suhbatdoshi Marikoda xursandman Mariko. Mariko yaponiyalikmi degan edi. Endi buni o'rniga Julianni ishlatib ko'ramiz. Hop, unda qanaqa bo'ladi? Albatta, 반갑습니다. xursandman. Yana Julianshi. xursandman Julian janob. Julian janob. Parangizni saramnika. Fransiya odamimi, fransiyalikmi deb turib, savolni yana imnika yakunlovchi qo'shimchani ishlatyapti. Shunda Mariko ham tasdiqlaganidek, Julian ham tasdiqlaydi. Shunda ha, ne qo'shimchasida ne men fransiyalikman desa qanaqa bo'ladi? Okay. Ha, men Fransi saram imnida bo'lib, darak gapda imnidani ishlatgan bo'lyapti. Xo'p, menimcha darsimiz tushunarli bo'ldi. Keyingi xuddi shu yo'sindagi nimalarimiz uyga vazifa bo'ladi. Yana so'qchi uyga vazifa. Endi Kamar va Indo saram Alex va Kuninlar to'g'risida ikkita dialogni yuqoridagi slaydga o'xshab yasab topshirsak bo'ladi. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi o'rganganlarimiz imnida hamda imnika edi. Bular gapni yakunlovchi qo'shimcha, otga qo'shilib turib, gapni yakunida kelayotgan qo'shimchalar edi. Hurmat darajasi yuqori hurmat, zamoni hozirgi zamon, yeyodan farqli tomoni faqat hurmat darajasida bo'lib, patchimga qaramasdan qo'shilishida ham edi. Endi darak gap va so'roq gaplarda darak gapda imnida, so'roq gapda esa imnika qo'shimchasi qo'shilar edi. Xo'p, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda yana g'oyibona ko'rishguncha yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Annyeonghi keseyo.